Bismillahi rohmanir rohim. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan to'rtinchi kitob birinchi darsimizni davom etamiz. O'tgan darslarimizda demak muzori fe'li haqida gaplashgan edik va amma bilan fa kelishi haqida gaplashgan edik. Shuni davomi endi. التمرين التاسع to'qqizinchi mashqimiz حول الفعل في كل من الجمل الآتية إلى مضارع. Fe'llarimizni demak quyida keladigan jumladagi har bitta fe'limizni mudoriyga o'zgartirib chiqishimiz kerak. Masalan, ana zahabtu ila suq. Men bozorga bordim bo'lsa, ana azhabu ila suq. Men bozorga boraman bo'ladi. G'asala al-waladu wajhahu bis-sabuni. Bola yuzini sovun bilan yuvdi. Nima deymiz endi yuvadi bo'lsa, yaghsilu bo'ladi. At-tullabu kharaju min al-fasli. At-tullabu nima bo'ladi? Yakhrujuna bo'ladi. Va hokazo. davom ettirib qo'yasizlar. Bi ayyi jami'atin darasta Faysal? Ey Faysal, sen qaysi universitetda o'qigansan? At-tolibatu dakhalna al-fasla. Talaba qizlar sinfga kirdilar. Bu jumlalarimizni muzoriylarni yozib qo'yasizlar. La'ibat Aminatu ma'a ukhtiha. Amina singlisi bilan birga o'ynadi. Katabal mudarrisu ad-darsa 'ala as-sabbura. O'qituvchi darsni doskaga yozdi. سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. Talabalar o'qituvchiga bir necha savol berishdiki, o'qituvchidan bir necha savol so'rashdi. Ya'ni ko'p savol so'rashdi. Nazala rukabu min al-hafilati. Yo'lovchilar nimadan avtobusdan tushdilar. G'assalat ummi ath-thiyaba. Onam kiyimni yuvdi. Ushbu fe'llarni aytganimizdek muzoriyga o'zgartirib yozasizlar. التمرين العاشر تأمل المثالين ثم حول الأفعال في الجمل التي تليهما إلى أفعال منفية. Demek misollarni mulohaza qilib ko'ryaptilar, so'ngra fe'llarni, quyidagi keladigan fe'llarni manfiy, ya'ni bo'lishsiz holatiga o'tkazgin deyaptilar. Masalan, birinchi misolimizda kataba Ahmad ad-darsa. Ahmad darsni yozdi. O'tgan zamon fe'li. O'tgan zamon fe'lini nima bilan yasardik? Oldiga ma qo'shimchasini qo'shib, ma yuklamasini qo'yib yasardik. Ma kataba Ahmadu darsa. Ahmad darsni yozmadi. Muzoriyni inkori la bilan yasalardi. Yaktubu Ahmadu darsa. Ahmad darsni yozyapti. La yaktubu la yaktubu Ahmad ad-darsa. Ahmad darsni yozmayapti. Xuddi shuningdek, quyidagi fe'llarni manfiyga o'zgartirib chiqishimiz kerak ekan. Ana ashrabu shaya. Men choyni ichyapman. Nima bo'ladi endi? Ana la ashrabu shay. La'ibna kuratal qadam al-yawm. Bugun futbol o'ynadik. Bugun futbol o'ynamadik bo'lsa nima bo'ladi? Hmm. Mozi fe'li ekan. Oldiga nima qo'shimcha qo'shamiz? Ma qo'yamiz. Ma la'ibna kuratal qadam al-yawm. Abi yadhhabu ila as-suq kulla yawm. Otam har kuni bozorga boradi. Nima qo'shamiz? Muzoriyni oldiga la qo'yamiz. Ukhti tadrusu bil jami'a. Xo'p, keyingisi hafiztil qovaida nahwiya ya Maryam. Nahv qoidalarini yodladingmi ey Maryam? Bularni ham inkor qilib yozib qo'yamiz. 11-chi mashqimizda sin harfini qo'shib javob berishimiz kerak ekan. Sin aytdik oldingi darsimizda muzori fe'lni kelasi zamonga xoslab qo'yadi. سيرجع المدير غدا. مدير ertaga qaytadi. سأسافر إلى قريتي بعد أسبوع إن شاء الله. Inshaalloh bir haftadan keyin yoki kelasi hafta qishloqqa safar qilaman. Azhabu ilal mal'ab kulla masa. Har kuni o'yingohga boraman. Va sa'azhabu hadha al-masa ila al-maktaba. Bugun esa kutubxonaga boraman. متى يرجع أبوك من سمرقند يا علي؟ أي علي otang Samarqanddan qachon qaytadi? Sayarji'u ba'da usbu'. Bir haftadan keyin yoki kelasi hafta qaytadi. Endi mana savol berganlar, biz o'zimiz javob berishimiz kerak. Ayna tadhhabu hadha al-masa? Bu kecha qayerga borasan? Nima deymiz? Sa'adhhabu deymiz. Sa'adhhabu ila xoli masalan. Bugun tog'amnikiga boraman. Sa'azhabu ila xoli hadha al-masa.
متى تكتب الرسالة إلى أمك يا يونس؟ أي يونس أرينجا قطعا حتى يزسن. سأكتب غدا إن شاء الله مثلا. شنو أخشب ترب سين حرف اشتراك كده جواب بيرش قد نشترد جواب بيرش مسكري. متى تغسل السيارة يا ولد؟ أي بولا ماشي أنا قطعا وسام. بيتام جواب دام شنو قلامز مثلا. ikki kundan keyin yoki bugun yoki ertaga shunday qilib turib seni qo'shib yozamiz javobda. متى تذهب إلى الحلاق يا هشام؟ أي هشام سرترشي قاچون بارسان؟ في أي محطة تنزل يا سيدي؟ qaysi bekatda tushasiz ey janob? Mana bu jumlalarga sin harfini ishlatib javob beramiz ekan. Keyingi mashqimiz jadvalga e'tibor berar ekanmiz. Quyidagi fe'llarni mastarni yozib qo'ying deyaptilar. Mana daxala yadxulu duxulun, xaraja yaxruju xurujun, jalasa yajlisu julusun, nazala yanzilu nuzulun va hokazo. Rakiba yarkabu, sajada yasjudu, raka'a yarka'u, sa'ida yas'adu. Bu fe'llarni qolipini mastarni yozib berganmiz. 13-chi mashqimiz iqro'il jumalal atiya va aynil masodir al waridata fiha. Quyidagi jumlalarni o'qib, undagi keltirilgan mastarlarni aniqlang deyaptilar. لهذه الحافلة بابان. Bu avtobusni ikkita eshigi bor. هذا للدخول وذاك للخروج. Bu kirish uchun, ya'ni avtobusga chiqish uchun. وذلك للخروج esa chiqish uchun. مات bu yerda demak mastarimiz duxul va xuruj bo'lyapti. مات والد جارنا بعد رجوعه من الحج. Qo'shnimizning otasi hajdan qaytganidan keyin vafot etdi. Mastarni topib yozib qo'yasizlar, belgilab qo'yasizlar. شعر الناس بالبرد بعد سقوط الأمطار. Insonlar yomg'ir yog'gandan keyin sovuqni his qilishdi. Bu yerda suqut bo'ladi. Mana قال لنا الطبيب. shifokor bizga aytdi. الجلوس هنا مع المريض ممنوع. Bu yerda kasal bilan o'tirish man qilingandir. الصعود على الجبل صعب والنزول منه سهل. Tog'ga chiqish qiyin, undan tushish esa osondir. أحب ركوب الخيل. Ot minishni yoqtiraman, yaxshi ko'raman. Ushbu jumlalarda kelgan mastarlarni aniqlaymiz ekan. Keyingi mashqimiz 14-chi mashq. Ta'ammalil amthila. Misollarni mulohaza qilib, savollarga ammani ishlatib javob berishimiz kerak ekan. Ayna taskununa? Qayerda yashaysizlar? Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Aka-ukalarim universitet yotoqxonasida yashashadi. Amma ana fa askunu ma'a qaribin li. Men esa amma bilan faga o'rtasida kelgan so'zga esa ga kelsak deb tarjima etamiz dedik. Men esa bir qarindoshimnikida, bir qarindoshim bilan birga yashayman. أتعرف الإنجليزية والفرنسية جيدا يا حامد؟ يا حميد fransuzcha va inglizchani yaxshi bilasanmi? Javob ketyapti. أما الإنجليزية فأعرفها جيدا. ingliz tiliga kelsak, uni juda yaxshi bilaman. وأما الفرنسية فدرستها قبل سنوات ولكني نسيتها الآن. Fransuz tili esa uni bir necha yil oldin o'rgangandim, lekin hozir uni yodimdan ko'tarib qo'ydim. Nasitu, unutib qo'ydim. بكم هذه الكتاب وهذه المجلة؟ بو كتاب وأنا وجازي بو كتاب وأنا بو جازيتا قنشة. أما الكتاب فهو بعشرات ريالات. كتاب كيكلسيك و 1 ريال. وأما المجلة فهي ب3 ريالات. أجرنا ليس وش ريال هذا. يعني ketdi o'zimiz belgilashimiz kerak, o'zimiz yozishimiz kerak. أين المستشفى وأين مكتب البريد? shifoxona va pochta qutisi qayerda? Nima deymiz? Ammal mustashfa. Mana bu bo'yicha ketyapti-da, namuna bo'yicha. Ammal mustashfa, shifoxonaga kelsak, fahuva amama zakal masjidi. Ana u masjidning oldida. Endi va amma maktabul barid, pochta qutisiga kelsak, fahuva qaribun minas suq. U bozorga yaqin. في أي كلية يدرس حامد وعثمان؟ حامد وعثمان qaysi fakultetda o'qishadi?
أما حميد فهو في كلية التجارة، وأما عثمان فهو في كلية الطب. أين ذهب أبوك وأخوك أتين وأكاي قاري كت؟ Buni endi o'zimiz yozib qo'yamiz. Otam beka kelsak, poliklinikaga ketdi, akam esa aptekaga ketdi deb arabchasini yozib qo'yamiz. Xo'p, 15-chi mashq ta'ammalil amsilatal atiya, quyidagi misollarni mulohaza qilib ko'ring deyaptilar. Jaa axi min Buxoro, akam Buxorodan qaytdi. Akam Buxorodan keldi. Jaa axun li min Buxoro, bir akam Buxorodan keldi. Jaa ahadu ikhwati, akalarimdan biri keldi. Ya'ni mana shu holatda ishlatsangiz bo'lar ekan. Ya'ni hammasi bir ma'noni anglatar ekan. Shuning uchun ham mana bu barobar belgisini qo'yib qo'yganlar. Akam, bir akam, akalarimdan biri. Yani hammasi akam degan dalolat qiladi. Qisqacha farqi bor, lekin birini o'rnida boshqasini ishlatsak bo'lar ekan. Zahabtu li ziyarati sadiqi. Bir do'stimni ziyorat qilish uchun bordim. Zahabtu li ziyarati sadiqin li. Men bir do'stimni ziyorat qilish uchun bordim. Do'stlarimni birini. Ahadi asdiqai. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Askunu ma'a qaribi, askunu ma'a qaribin li, ma'a ahadi aqribai. 16-chi mashqimiz o'zbekchaga tarjima qilishimiz kerak. Saadhabu ila suq ba'da ruju'i min al-madrasati. Maktabdan qaytganimdan keyin bozorga boraman. نريد أن نغسل أيدينا بالماء والصابون بعد هذا الطعام. Xohlaymiz quyishni qo'llarimizni suv va sovun bilan taomdan keyin. متى ستشوين لنا الدجاج يا أمي. Buni endi o'ziga tarjima qilib qo'yasizlar. Keyingi qoida mashqimiz o'zbekchadan arabchaga qilar ekanmiz. Abdullohning singillari o'rta maktabda o'qiydi. Gapimizni egasi Abdullohning singillari. Demak, axavatu Abdillah yadrusna fil madrasatil mutawassitati. Masalan, yoki fe'li jumla qilsak, tadrusu qilamiz. Fe'l birlikda kelaverardi. Tadrusu axavatu Abdillah fil madrasatil mutawassita. Otam har tong ishga ketadi va shomdan keyin qaytadi. Abi yadhhabu ila al-amali kulla sabah va yarji'u ba'da al-maghrib. Hmm? Mehmonlar biznikida mazali arab qahvasini ichishadi. Endi bu yog'ini o'ziga tarjima qilasizlar. Korxona ishchilari haftada bir marta direktor xonasiga yig'ilishadi. 5-chi qavatga chiqish qiyin, undan tushish esa oson. Barchamiz osmondagi qushlarni tomosha qilishni yoqtiramiz. Soat 10da bir do'stimni ko'rgani shifoxonaga bordim. Hmm? Xo'p, al-hiwar suhbatimiz Usama va Majid o'rtasida ekan. Araka hazinan ya Majid, madha bik? Sana xafa holatda ko'ryapman, ey Majid. Senga nima bo'ldi? Majid aytdi. Avladi va zawjati yuriduna an narhala min al-Madina. Bolalarim va ayolim shahardan ko'chib ketishni xohlashyapti. Va ma sababu zalik? Ana shuni sababi nima? إنهم يرغبون في العيش في القرية. ular qishloqda yashashni xohlashyapti. هذا قرار مفاجئ. Bu to'satdan qilingan qarormi? Majidda laysa mufajian. Bu unaqa emas, to'satdan bo'lgan qaror emas. Bu nimaga nasbda keldi? Laysani xabar bo'lgani uchun. إنهم يطلبون ذلك منذ فترة طويلة. ular ushbu fursatni uzoq fursatdan beri, uzoq vaqtdan beri ana shuni so'rab kelishayotgan edi, talab qilib kelishayotgan edi. سمعت أعتقد أن السبب الحقيقي هو التلوث والازدحام. o'ylashimcha haqiqiy sababi u demak talavvus, havoning ifloslanishi va tirbandliklar. Majid aytdiki, laysa zalika faqat shunaqa shu emas. Bal vaddawdaw aydan, balki chang, shovqin, dovdo shovqin. سمعت. نعم نعم، فقد زادت الضوضاء هذه الأيام. أنا بقول ده شوقا هم جدك بيبكته. ماجد خاصة بعد افتتاح هذا المصنع الجديد. خاصة ينجي من أبو ينجي زود أجليا نيجي بيبكته دمحشين ده. وسمعت كذلك أولادي لا يستطيعون النوم ليلا. yana shuningdek bolalarim kechasi uxlolmaydilar.
ماجد، هذا بسبب أصوات الحافلات والشاحنات التي تنقل العمال والبضائع. Bu demek avtobus va yuk mashinalarining ovozi sababli qaysiki ishchi-yu tovarlarni tashiydigan, bir joydan boshqa joyga ko'chirib o'tkazadigan. Usama aytdi. Tilka mushkilatun la tantahi. Bular tugamaydigan muammolar. وماذا عن قريتكم؟ qishlog'ingizda nima gap? Majid aytdiki, إنها هادئة وهواؤها نقي وشوارعها ليست مزدحمة. U qishloq, demak tinch, havosi toza, ko'chalari tirband emas edi. Usama aytdiki, إذا لا تتردد في قرارك فإنه خير لك ولأولادك. Unday bo'lsa, qaroringda ikkilanma, chunki bu o'zi sen va bolalaring uchun yaxshidir, dedi. Xo'p, mashqimiz ajib anil asilati al-atiya. Quyidagi savollarga javob bering. Limaza yash'uru Majidun bil huzn? Majid nega nima xafalikni his qilyapti? Ayna turidu usratuhu an ta'ish? Oilasi qayerda yashashni xohlashadi? منذ متى يطلب أولاده ذلك؟ bolalari ana shuni qachondan beri talab qilib kelishayotgan edi. ما مشكلات المدينة المذكورة في الحوار؟ Hivorda, suhbatda zikr qilingan shaharning muammolari nimalar edi? لأي سبب لا ينام الأولاد جيدا في الليل? Nima sababdan bolalar tunda yaxshi uxlasholmaydi? هل في حيك تلوث وضوضاء? Sizni mahallangizda nima changlanish va shovqin bormi? Endi bu oxirgi savol o'zingizga berilyapti. Ikkinchi mashqimiz hati minal hivor ma yati. Quyida talab qilinganlarni bajarishimiz kerak ekan. Masalan, kalimatun ma'naha yusafiru. Safara yusafiru. Bu so'zning ma'nosi nima? Yazunnu, al-hayatu so'zlarini ma'nosini so'rayaptilar. Kalimatun mudodduha. Hop, bu yerda o'zbekchasini yozamizmi, arabchasini yozamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Arabchasini yozsanglar bo'ladi. Masalan, yusafirun o'rniga yantaqilu, yazunnun o'rniga ya'taqidu, al-hayat o'rniga al-aysh qo'ysak bo'ladi. Kalimatun mudodduha. Ushbu kalimalarning teskarisi ziddini farigh bo'sh deganida, naqs nima degan edi? Kam degan edi. Huduun xotirjam tinch degan edi. Kalimatun mufraduha shari'un. Demak, ushbu kalimalarni birligini so'rashyaptimi? Shari' ko'cha degani, bidoatun tovar degani, shahinatun nima dedik? Yuk mashinasi dedik. Xo'p, bil-imla insho yozar ekansizlar. Demak, yuqoridagi o'tilgan Soma va Majid o'rtasidagi suhbatni insho ko'rinishiga, matn ko'rinishiga keltirib qo'yganmiz. Sifi surata at-taliyata fi 5 jumalin. Demak, quyidagi suratni 5 ta jumla bilan sifatlashingiz kerak ekan. Masalan, bu keng ko'cha, unda ko'plab mashinalar bor. O'ng taraf, demak, aeroportga ketadi. Bitta svetofor bor deb yozsak bo'ladi. Masalan, هذا شارع واسع فيه السيارات السيارات فيه سيارات كبيرة desak bo'ladi, كثيرة desak bo'ladi masalan. Va hokazo, shunaqa qilib, demak, umumiy olganda 5 ta gap tuzib qo'yar ekanmiz. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Qodimun kelasi degan ekan. Kimya kimyo, hallaqun sartarosh, fiziya fizika, bitoqatun karta, mahattatun bekat, nasiya yansa nisyanun unutmoq, risalatun rasailu tashrif qog'ozi. Shu yerda sal noto'g'ri ketib qolibdi. Bitoqatun karta, tashrif qog'ozi ma'nosida keladi. Risalatun xat. Ravdatul atfal, bolalar bog'chasi. Qaribun aqribau, qarindosh. Mata yamutu mavtun, o'lmoq. Xaylun xuyulun, ot. Rahala yarhalu rahilun, yo'lga otlanmoq. Rajulu a'malin, ishbilarmon. Naqala yanqulu, naqlun, joyni o'zgartirmoq. A'taqidu anna, o'ylashimcha. Iftataha yaftatihu, iftatih, iftitahun, ochilmoq.
حزين حفا، عكس فرحان فرسان. رغب يرغب رغبة فخلمق، بضاعة بضائع تغر. عاش يعيش عيش يشمق، مزدحم جوج تربند، عكس فارغ ولا بوشتيان. تردد يتردد تردد إكلامق، خاصة أي نقصه. هادئ خاطر جم، عكس قلق حواطر لي. تلوث إفلسطنش، شاحنة يكمشينس، مفاجئ تستن، تقنية تكنيكا. والله أعلم بالصواب.